Men 1932-yilda Andijon ovulisida tug'ilib o'sdim. 40-yillarda dadamni Vadil qishlog'iga, Vadil selsavetiga prokuror qilib jo'natishdi, biz shunda ko'chib keldik. Shatta ulg'aydik, shatta o'sdik. Shattadan keyin men Bo'yko'cha mahallasiga kelin bo'lib tushdim. 14 jon ichiga men kelin bo'lib tushdim. Shatta yashadim. Turmush o'rtog'im Tishabeyev Azamjon aka judayam yaxshi odam edi. 70 yil turmush qildik. 4 o'g'il, 2 qizni tarbiyaladik. Hammasini oliy ma'lumotli qildik. Oxirgisi voyeniy bo'ldi bolamni. Voyeniy akademiyalarni bitirdi. Chiroyli bo'lib o'sha ko'chalarda yashadim. Yüzde kirganida uxlab qolsa qo'ylar so'yib eshikda lamillatib tanishni solamiz-da. Sumali solamiz, sumali. Ma bir qista fiyatni solib berishlar aytiraman. Sumali ham boshlandi. Bizni bolalarga nima so'yib berdim. Pisani to'pladim. Qo'y olib. Hamma nevara chevaralarni to'plab. Mana shuncha go'sht olib turibman dedi. Mana shu pishirib yeb, kalla go'shtini ham qaynattirib, yedirib ne bo'lardim hammasi. Xudoga shukr. Qirq yettinchi yilda prokuraturaga o'zim dadamni idorasiga ishga kirdim. Yatta 12 yil ishlab, yatdan chiqib boshqa ishga больницаga olishdi. Yatta 12 yilcha ishladim. Yatdan lekin moliyaga meni Reyskolkom padadiliydi. Qaror bilan meni yoqqa ko'chirishdi. Mana Xudoga shukr, o'sha yerda 12 yil bolalarimni katta qildim, o'sha yerda ishladim, og'riy topdim, hurmat topdim. Bir chiroyli yashadik. Qaynotalarim, bobolar, achalar edi. Ko'pchilik bilan katta bo'ldik. Men xursand, turmushimdan juda xursandman. Hammaga o'zim bilan chiroyli bo'lib o'sdik. Bolalarimni katta qildim, qizlarni chiqardik, o'g'illarni uylantirdik. O'g'il to'ylar ko'rdim. Mana Xudoga shukr, shu kunga kelib 26 ta nevara, 50 ta chevara, 3 ta evarani egasi bo'lib Xudoga ming qalashga o'tiribman. O'zim aytaman, mendan baxtli odam bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Xudoga shu shukrlarga yetib kelganimizga ming marta shukr. Zamonni berganiga shukr. Ana boshimizdagi otamizga shukr. Shuncha narsalarni chiqardi. Rosa yashaydigan vaqt keldi qizil bolalarim. Tinchlikda chiroyli qilib, kenglik bilan, tinchlik bilan yashaydigan vaqt keldi. Yashaylar. Bola chaqalaringizni katta qilinglar. Orzu havaslarini ko'ringlar ilohim. Men shu bolalarni mahalla ko'yda komitet bo'lib ishladim mahallada. Shularning orqasidan shu yoshga yetib keldim deb o'ylayman. Rahmat. Shu по-моему yetarli bo'ldi. Endi kerak emas narsani olib tashlaveramiz. Onamizga uzoq umr, sihat, salomatlik, nabira-chabiralarni bundan keyin ham ko'p yillar duo bo'lib yurishni o'zi nasib etsin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin.